Prezidentning mamlakatimiz hududlariga navbatdagi tashrifi. Davlat rahbari Qashqadaryoga bordi. Qashqadaryoda hali ishga solinmagan kamida 15 milliard dollarlik salohiyat bor. Qashqadaryoda tashrifdan tashrifgacha nimalar o'zgardi? Vazirlarni savolga tutdik. Shahrizabz Qarshiga ham zamonaviy yutong turizm avtobuslari yo'lga qo'yildi. Qarshi tumanida har qanday talabga javob beradigan, xalqqa xizmat qiladigan shifoxona barpo etiladi. O'zbekiston va Rossiya migratsiya borasidagi muammolarni birgalikda hal qiladi. Vladimir Putindan muhim bayonot. Мы договорились с Шахат Мирамоновичем, что мы вот эти миграционные вопросы будем решать вместе. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta yoz faslining eng yuqori haroratli, qaynoq haftalaridan bo'ldi deya olamiz va mana shunday ob-havo sharoitida Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizning janubi-g'arbiy qismida joylashgan, havo poytaxtdan ko'ra issiqroq bo'ladigan Qashqadaryo viloyatiga safar qildi. 2 kun davomida davlatimiz rahbari viloyatning u chekkasidan bu chekkasigacha bordi. Qarshi shahri, Ko'kdala, Shahrisabz, Yakkabog' tumanlarida bo'lib jami 9 obyektni ko'zdan kechirdi. Odamlar bilan muloqot qildi. Viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha katta yig'ilish o'tkazdi va bu borada galdagi muhim vazifalarni belgilab berdi. Biz odatdagidek ushbu tashrif voqealarini bevosita kuzatdik va uning eng muhim jihatlariga e'tiboringizni qaratsak. Prezident mamlakatimiz hududlariga tez-tez safar qiladi. Har bir viloyatga yiliga kamida bir marta tashrif bilan boradi. Bundan ko'zlangan maqsad joylardagi o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirish, avvalgi tashriflar vaqtida berilgan topshiriqlar qanday ijro etilgani va eng muhimi, odamlar hayotidagi o'zgarishlar bilan shaxsan tanishishdir. Davlat rahbari bularni o'z ko'zi bilan ko'rishni istaydi. Ahamiyatlisi, prezident hududlarga yolg'iz bormaydi. O'zi bilan birga deyarli barcha vazirlar, komplekslar rahbarlarini olib keladi. Har bir vazir o'z yo'nalishidan kelib chiqib, hududni rivojlantirish bo'yicha prezidentdan topshiriqlar oladi. Davlat rahbari Qashqadaryoga so'nggi marotaba 2023-yilning oktyabr oyida kelgan.